soliq hisoboti topshirmaganingiz uchun sizga nisbatan jarima qo'llangan bo'lsa, ushbu jarimani bekor qilish mumkin. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 271-moddasiga asosan sizga nisbatan, ya'ni soliq hisobotini topshirmadi deb jarima qo'llangan bo'lsa, siz huquqbuzarlik sodir qilgan kundan boshlab 1 oy davomida ushbu huquqbuzarlikni bartaraf qilgan bo'lsangiz, ya'ni 1 oy davomida siz soliq hisobotlarini topshirgan bo'lsangiz, sizga nisbatan qo'llanilgan jarima sud tomonidan bekor qilinishi mumkin. Demak, bu qanday amalga oshiriladi? Misol uchun, sizga soliq organi tomonidan jarima solish to'g'risidagi qaror keldi va ushbu qarorni olganingizdan so'ng, demak, 1 oy davomida siz soliq hisobotlarini topshirdingiz. Hisobot topshirib bo'lgandan keyin tuman yoki shahar jinoyat sudiga murojaat qilasiz. Jinoyat sudi ishni ko'rib chiqib, agar siz hisobotlarni 1 oy davomida topshirib, ya'ni huquqbuzarlikni bartaraf qilgan bo'lsangiz, ushbu ish Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 271-moddasiga asosan tugatiladi va sizga nisbatan qo'llanilgan jarima bekor qilinadi. Demak, holat mana shunday amalga oshiriladi. Sizda ham soliq hisoboti bo'yicha jarima kelayotgan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga yordam berishga doim tayyormiz.